Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, sog' salomatmisizlar? Mana va nihoyat bizani jang maydonimiz bitish arafasida. Ozgina kamchiliklari bor. Buni joylashtirish sxemasi ham biroz boshqacharoq bo'ladi, xudo xohlasa yakunlanganda dars jarayonida qo'llash. Men bu narsani tagini o'zgartirish niyatim bor, chunki yojgarang yer shaklida yashil qilib bir nimalar niyati bor. Chap qanot, o'ng qanot, markaz, qo'riqlash tizimlari, botirlar, piyodalar, mana o'sha davrda ishlatilgan demak qurol-yarog'lar va hali bir dunyo askarlarimiz bor. Bularni joylashtiramiz. Bu hali bitgan shakli emas. Bitgan shakli dars jarayonida ko'rsatib o'taman. Va judayam darslarda yaxshi bo'ladi. O'quvchi o'zlari ham qiziqib foydalanib ko'rishadi. Fikrlarini